Sayohatingizga ketadigan mablag'ingizga biz Tojikistonga borib kelishga biletimizga yetadimi? 3000 yevro. Javob bersangiz. 3000 yevro. Bu savolga mana assistentim javob beradi. Qanaqa ketamiz buni? Biz Turkistonda chiqamiz. Turkiston, Qozog'istonga, O'rta Osiyoga ketyapmiz. Ketdik. Ha? Kamerani yoqqanimdan problema boshlanadi. Xo'sh, sizga buni to'g'rilaymiz, kesamiz, uqlamiz. Sizga savolim bor. Instagramda men unaqa qo'ydim savol. Qaytga bu safargi sayohatimizda bir 50% ko'p odam 70% aytishdiki, Tojikistonga yana kelyapsizlar deyishibdi. Kim Rossiyada bo'lsa, Rossiyadagilar aytishdiki, Rossiyaga kelasizlar to'yga deyishibdi. O'zi aslida esa qayerga ketyapmiz? Shu savolga javob bersangiz. Bu savolga mana assistentim javob beradi. Qanaqa ketamiz buni? Biz Turkistonda chiqamiz. Turkiston, Qozog'istonga, O'rta Osiyoga ketyapmiz ekan. Assistentingiz ham holi xabardor emasmi deydi. Turkistonda emas, Turkiyada bo'lamiz. Menga qarab gapiring. Turkiyada bo'lamiz yoki yana nimalar bo'lish, nima deyiladi bitta. Birinchi bo'lib qayerda bo'ladi? Berlinga boramiz. Berlinda bo'lamiz. Berlindan chiqib pastga Tyuringa, Valtigan joyi o'sha tarafga boramiz, o'rmon joyiga. Aradan keyin shu Myunxenni aylanmoqchi biz o'sha yerda chiroyli ozerlar bor. Alp degan tog'lari bor bir safaring agar. Timur, sen shunday yotasan shekilli. Alp degan tog'larini aylanamiz. Keyin Xudo kuch-quvvat bersa, pastga Italiya tarafga qarab tushmoqchi biz. Italiya, Xorvatiya, keyin nima u Chernogoriya, Bosniya, Gersegovina shu tarafga qarab pastga Gretsiya tarafga qarab tushib ketmoqchi biz. Keyin pulimiz yetsa, kuchimiz yetsa, Turkiyaga ham mayli boramiz. Bu dafa bu sayohatimiz juda ham Qiziqarli bo'ladi shekilli. Qiziqarli bo'ladi shekilli. Birinchidan, ikkinchidan juda ham mablag'imiz hisobda bu dafa. Nimaga degandaki bilganlar biladi, mana 20 oydan burun uyda o'tirman, ishlaganim yo'q. Hech savarlar mana bu oyda o'ylaydi-yu, hamma. Boysiz, to'g'ri. Biz 2 marta katta sayohat qilgandik. Birinchisini menimcha biz YouTube'ga ham hech qayerga qo'ymaganmiz. Unda eski domik na kolesimiz bordi. Ikkinchi safar pritsepda bilishadi, qo'yib boruvdik kam-kam. Uchinchi safargi sayohatimiz nimada bo'ladi? Uchinchi safar sayohatimiz mashina bo'ladi-yu, yotoqxonamiz palatkada bo'ladi. Endi biza nima-ku, ota-bobolarimiz qadim zamonda ko'chmanchi bo'lishganmi? Meniki emas, qaysinikida ko'chmanchi bo'lishgan. Ha, mayli. Shu uchun qonim tortdi shekilli, palatkada yotamiz. Qirg'izlarmi, qozoqlar nima, yurtada yotamiz, o'zbekchasiga. Shunday. Bitta Yevropada juda rivojlangan bu nima? Bu obraz putешествие desak bo'ladi, stil putешествие rivojlangan. Shunga qani ko'raylik, yo'qmasa 200 km nariroqdan qaytib kelaveramiz uyga. Hech kim bizni majburlagan yo'q. Shunday, menda ozgina qo'rquv bor-ku. Sizda bilmadim, sizda yo'qmi? Menda tipa palatkada yota olmayman degan qo'rqish bor. Ko'ramiz. Mana masalani ortdik, bola yana ko'rpacha keladi, yostiqlar holi ortilishi kerak. Shuncha narsa. Shunaqa gaplar. Duoda bo'lib turinglar. 3 ta bola bilan
ko'ramiz qanday bo'larkan endi. Men ko'rgandim, men ko'p sayohatchilarni qarab kuzatib boraman. Ko'rganimda ikkita sayohatchi vilgda yuradi. Ha, chaqaloq qilganda Keyin yoki chaqaloq qiladi, bizning pritsepimizdan nima oladi? Pritsep oladi. pritsepimiz. Veligimizda buni aylanganimizda ko'rishgan. O'shanaqa olib, bachasi bilan palatkada yotib, mana shunaqa chaqaloqchada, mana shunaqa pritsepda sayohat qilishadi dalish. Endi sayohat qilaman degan odamni hech nima qo'rqitish kerak emas. To'g'ri. Pulimiz yo'q deyishmasin, a? Bizni mablag'ingizni ayta olasizmi qanchaligini? Sizlar nima qilamiz? Mablag'im sayohatga endi Yoki sekret bo'lsinmi? zapasi bilan aytaymi yo? Zapasini aytmayman. Mayli. Sayohat qilish juda ham qimmat rosti gap. Даже mana shu o'zi palatkada borib ko'chaga shunday tashlab yotmaymiz. Spesialniy kemping plats degan joylar bor. Bo'lmasa mayli, pulini aytmasangiz ham shu sayohatingizga ketadigan mablag'ingizga biz Tojikistonga borib kelishga biletimizga yetadimi? 3000 yevro. Hozir bizning byudjetimiz 3000 yevro. Menimcha yetmasa kerak bilmayman. Dadajon. O'zi mana bitta tanishim 1000 yevroga olibdi tunda obratni bilet. Bir kishiga. Dadajon. Biz Xudoning qudrati bilan 5 kishi biza. Shu uchun Tojikistonga bormayotganimiz uchun xafa bo'lmanglar. Boy bo'lib ketsak boramiz. Tojikistonga faqat elitalar ucha oladi xolos. Shunday. Xudo xolasa. Mayli, xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, duoda o'tiringlar. Gaplashamiz, ko'rishguncha. Xayr. Tatami? Bismillah chiqib ketyapmiz mana. Hayır, biz bayağı skolila. Sen yalnız kayda bulamız, yalnız tonelda bulamız, ha? Toza havoni. Toza havo darkida. Kana var? Men toza havoni sezmayapman kun. Kalordik. Eşimde bak. Bitta viliklaring bo'lsa, vaqti zo'r bo'lardi video paydash. Dedecan bize kalordik eşimde bak. Timurning esida boyu esdan chiqib qoladi. Alima eşimde bak. Bombardım bilan çıkırdık. Ha? Yo, bunlar. Ya bir maçı sıngılap tutardım. Sıngılamın Dedecan bize dedi bilan bana. Akmal akam ham keluvdi, toqqa chiquvdik. Esingda bormi? Dadayni uxlayman deb uxladi. Keyin bo'ri ko'rdikmi, ayiq ko'rdikmi? Men mazam yo'qda nimagadir. Nimagadir, nimaga mazalari bo'lmagan. Faqat men mazam bo'lmaganda sizlar aylanasizlar. Maza O, bo'lmas. Kaliningraddan ham Nargizning to'yidan qaytishda men mazam bo'lmaydi. Desinlar bu. Birinchi ostanovkamiz Eisenberg, Tyuringa. Mana birinchi ostanovka va birinchi nima? Chepa. Bo'ldi. Qo'lni ham urdi. Temir tayloq. Kallasini olaman. Timur hozir boshsiz chavandozga aylanish nimasida turibdi. Arafasida. Va bo'ldi mana bolam qo'llar. Yugurmada san ham, ha? Staroqda.
Yeter açış etmez. Onu zaman bor ifşa. Da. Ha şirket dedik. Kapat bunu arada. Kapat. Yok. Ana aynı zweite drei los bis bugün kalat kadar. Bugün mas tele hafta. Hafta tamam. Maliki seçime gidip zaten. O. Ha manam şimdi yapmak. Kaçı bulanlar. 1 2 Mati koç. 1 2 3 los. Okşamadı. Wow, tamam bitti. Ol kene. Koç. Hadi sınıf oldu mu din? Koçla. Все. Mana bizning nimamiz? Yotoqxonamiz. Endi qachongacha shu yotoqxonada yotib chidab oxirigacha borarkanmiz? Интересно. Necha luksus. Zamonlarni o'ynamay bolalar nechta kamera chiqardi bu tarafda. Ich mache nicht. Timo macht. Jungs macht. Kaçma qilaman Temurjon. Tortiyla sal bag'roqqa. Men tortday sal. Kaç. Kechasi bo'rilar, ayiqlar kelishi mumkin. Avf pasinqiylar o'rmon tagida yotibmiz. Ehtiyot bo'linglar Hallo tashqi. Fuchsgelade. Foks keladi. Bu kapatılmaz. Shunday deb o'ylaysan, ha, o'zing bilasan. Ta qiz nima qilyapti ikki bukildim. Nimaga berish kerak? Yo'qsa ketgan, seni yo'q deysan. Ne qilib qo'ysang bo'ladi. Mehnat kerakmi? Yig'ishtirib qo'yaman. Suzishga. Kalla tashamading-da. Всёmi? Ha, pashak kemasda. Asta tashlaymiz. Mana palatkamiz ichini ham to'g'rilab oldik. Bitta esa Bilolbek yotibdi. To'g'rimi? Yoqimam senga. Ko'zingga qilmasdan. Miska. Mana lampularni. Menda be. Apa beni? Bilol xo'ja, rahmat Manzura opasi somsaga mana. Otabek akasi qilgan somsa. Otabek akasiga ham rahmat. Baliqni ishlaymiz. Baliqni? Bitta baliqni nima vertelda aylantiramizmi? Urg'ocha qilib bo'ladi, men to'g'ri ekanman. Solamiz. Bitta kartoshka solamiz. Mana bitta. Bu joy nima hech ham videoga olganim yo'q. Bet qayer? Bet mana Proshmuyli, Ayzenberg degan shaharda. Shunday. Mayli ber shunga. Bitta siz birinchi bo'lib shu yerda boshlaganmisiz? Ha, Germaniyada karyeram mana shu yerda boshlangan, xuddi shu yerda. Shu yerga kelib kuxniyada yordam berganmiz, pol yuvganmiz, tualet yuvganmiz, bachalar qaraganmiz. Mana shu yerdan keyin asta-asta grushikka qarab O'sganmiz. Gruzchikka deydilar. Hamma mandan xo'jayinini nimasi, professiyasi nima desam, logistika desam, xo'jayinim gruzchi. Qani kelinglar, yo'q. Men pisi qildingmi? Maryam san. Maryam. Aytdiki yo'q dedi. Men aytdim lekin. Qara. Shtoningiz yesin. Yotish endi. O'z bo'ri keladi. Aha, Wolf. Wolf keladi. Uxlash qachon? Qachon dedi.
Hozir bo'sh keladi aytib qo'ying. Qayerdan bo'ri uvillayapti? Mayda yotgan ekan bitta bo'ri. Chaqiraman, hozir keladi. Hozir keladi hammasi. Kepkalarni bostirib oldi. Ayiqlar kelishmadi cho'ta. Uyqu chevarlar endi turibdi mana. Yur, ko'tarib boraman, shu yerdan kelsin zapichkani. Qanday bo'ldi birinchi gapirchi mana? Qanday uxlading? Zo'r. Hozir. Mana biz palatkada uxlab turdik. Palatkadan chiqqan bilan o blogerlar oladi-ku, ichkaridan chiqqan bilan bunday olardik. Ha endi biz bloger emas, biz shunday olaylik. Men lekin to'g'risini aytsam, ozgina sovuq yedim kechasi. Bachalar sovuq yemabdi. Men endi yechini yotuvdim-da. Sanammi? Lekin sovuq yemading ha? Sen mamisini achoqlab yotding ha? Конечно, sovuq yemeysan. Xo'sh. Ana o'tchiman bir ichkarini olaychi. Turinglar, Maryam. Xotdi yotishibdi.